Samarqand bu shunchaki shahar emas, uning yuragida 4 ruh yashaydi. Ularni Samarqand qo'riqchilari deyishadi. Oq rangdagi ruh tong soyasi. Har safar Registon ustidan uchib o'tadi, yomon fikrlarni shamolga tarqatadi. Qizil ruh Go'ri Amir ostidagi jangchi. Amir Temurning g'azabidan yaralgan ko'k ruh Siyobning suvida yashaydi. Har aytilgan so'zni eslab qoladi. Shuning uchun samarqandliklar aytishadi: suv so'zni eslaydi, yuzni unutmaydi. Qora ruh esa shahar soyasi. Har bir tosh, har bir unutilgan ism uning xotirasida yashaydi. Deyishlaricha har 100 yilda 4 tala ruh yig'ilib bir savol beradi. Samarqandda hali ham sevgi bormi? Haqiqat va iymon bormi? Agar javob ha bo'lsa, tong tiriladi. Agar yo'q bo'lsa, shahar toshga aylanadi. Samarqand devorlar bilan emas, ruhlar bilan tirik shahar. Ha do'stlar, bu afsona bo'lib Zardushtiylik dinida shunday keltiriladi. Videoga like bosing va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringizni esa izohlarda yozib qoldiring.